Juda ham ajoyib go'zallik mana. Bu go'zallikka nechi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Hozir men sizlarga shunaqa bir manzarani ko'rsataman. Mana. Bu manzara Tojikistonning Norak degan shahriga joylashgan. Bog'i Anor deb nomlanadi. Tojikistonga keladigan bo'lsalaring albatta tavsiya qilaman bu joylarni kelib oldindan ko'rib ketsalaring vahshiy ajoyib manzara. Mana bu yerda katta daryo, mana Norak, Kuli Norak deyishadi. Bu yeri esa Anorbog'. Bu yerda adirlar mana. Manzarani qarang, manzaraga nechi baho. Kapalaklar uchib yuribdi. Tabiatni go'zalligini qarang. Oh. Ko'zlar qamashib ketadi. Albatta oldindan ko'rib ketib o'zlaring bir maza qilaveringlarda, lekin deymanda mana ajoyib. Shunaqa ajoyib bir manzarani sizlar bilan bo'lishkim keldi. Mana bu o'sha manzarani davomi, o'sha tabiat, o'sha go'zallik. Bog'i Anor degan joyda tomosha joylari. Mana bu yerda menimcha kelin-kuyovlar raqsga tushadi shekilli. Shunaqa joy mana. Manzarani chiroyliligini qarang, oldindan kelib ko'rib ketmasangiz bo'lmaydi buni. Hammaga tavsiya qilaman, Tojikistonga kelib shunday go'zallikni ko'rib keting. Mana bu yer esa daryoning bo'yi. Mana go'zallik. Fotosessiyalik joy ekanlik. Bu ko'z ochaman, qarang. Dizayni bu o'ylashlar. Qaragina. Buni qara. Anorda katta koni va velosiped bor ekan bu yoqda. Bu manzarani kelib oldindan ko'rib ketmasangiz bor-ku, tasvirlab berib bo'lmaydi buni. Og'iz bilan tasvirlash juda qiyin. Hamma joyga anorchalar.
Mana shunaqa gaplar. Zo'r joy, vashsha ajoyib.